Nonbor platformasi jamoaviy buyurtma qilish uchun biz nonbor.uz sayti yoki Nonbor mobil ilovasiga kirib olamiz. Undan so'ng o'zimizga ma'qul bo'lgan restoranni tanlaymiz hamda gruppoviy zakaz tugmasini bosamiz va ochilgan oynadan nusxalash tugmasini bosamiz. Shuningdek, biz tizimni o'zimizga ma'qul bo'lgan interfeys tiliga o'zgartirib olishimiz mumkin bo'ladi. Biz o'zbek tilini tanlaymiz. O'zbek tili tanlangandan so'ng ushbu nusxalagan manzilimizni Telegram gruppaga o'tamiz hamda nusxalangan manzilimizni yuboramiz. Manzilimiz muvaffaqiyatli yuborildi. Endi Nonbor interfeysiga qaytib o'tamiz va o'ng tomondagi savat bo'limidan jamoadoshlarimizning savatga mahsulot qo'shayotganini kuzatib borishimiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, jamoadoshlarimizning savatga qo'shayotgan mahsulotlarining nomi, summasi va eng pastda e'tibor beradigan bo'lsangiz, umumiy summasi ko'rsatilib boriladi. Har bir mahsulot qo'shilgan sari umumiy summa o'zgarib boradi. Shuningdek, biz o'zimiz uchun ham mahsulot qo'shishimiz mumkin. Buning uchun o'zimizga ma'qul bo'lgan mahsulotni tanlaymiz va qo'shish tugmasini bosamiz. Qo'shish tugmasi bosilgandan keyin savatga qo'shish tugmasi bosiladi. Mana biz o'zimiz uchun ham mahsulot tanladik va davom etish tugmasini bosamiz. Davom etish tugmasi bosilgandan keyin bizga yetkazib berish manzillari to'g'ri ekanligini tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Biz o'zimizga ma'qul bo'lgan manzilni tanlaymiz hamda promo kodlarimiz bo'ladigan bo'lsa, promo kodlarimizni kiritamiz. Shundan so'ng ekran chap tomon pastdagi mahsulotlar ro'yxati ko'rsatiladi. Biz mahsulotlarni ko'zdan kechirib olib, to'lov turini tanlaymiz hamda davom etish tugmasini bosish orqali buyurtmamiz muvaffaqiyatli yuboriladi.